Yashnobod tumanidan yana yangi variantlar chiqyapti. Assalomu alaykum. Bizani kuzatib borayotgan hurmatli xaridorlar, u yoqda yurgan mijozlar. Yashnobod tumani Yangiobodga kelganmiz. Behizor mahallasida quruvchi akalarimiz tarafidan 9 ta mana shunaqa yangi novostroyka xonadon qurib qo'yishibdi. Xonadonlarimiz 105 mingdan 135 ming dollargacha bo'lyapti. Sotiga har xil 4 xona, 5 xonali xonadonlarimiz. Hozir bittasini obzor qilib beramiz. Xudo xolasa, keyingi videolarimizda balki qolganlarini ham obzor qilishga harakat qilamiz. Kommunikatsiyalardan muammo yo'q. Sentralniy kanalizatsiya ulangan. Ko'rasizlar, ko'chalar chiroyli qilib asfaltlar qilib, zo'r sharoitlar qo'yishgan, bitta tupik ko'cha qilib qilishgan. Mana shu Glovoyda joylashganimizni obzor qilamiz. Oldiga bu tarafga elektronlik darvozalar qo'yilgan. Kalitga kirish eshigi bu yerdan boshlanadi. Bismillah deb xonadonga kirib sharoitlarni ko'ramiz. Hovliga kirishimiz bilan mana uyimizni hovli tarafdan ko'rinishi, bu tarafda kattagina joy bor, mashina qo'yishga. To'g'ri kirayotgan bu yerda zeleniy zona, chap tarafimizda bo'lsa, ko'rib turganimizdek, mana shunaqa yozgi oshxonani ideal qilib sharoitini qilib qo'yishgan. Bu tarafimizdan bo'lsa, uyga yerto'lasiga tushish yo'li bor. Bu uyimiz 115 ming dollar. Bir 9,5 sotuga tushgan bo'ladi. Yerto'lani ko'rsanglar bo'ladi. Yerto'la ham kattagina, bemalol qishlarda foydalansanglar bo'ladi. Uyga kotyollar yerto'laga o'rnatilgan, to'xkontrli kotyollar qo'yilgan. Bemalol kirib, egalari bilan savdolashsanglar bo'ladi. Yangi uchastka remontdan hidi kelib turibdi. Mazza qilib bo'lgan odam hovlida yashaydi. Bu tarafimizda bo'lsa, bitta hojatxona joylashgan bo'ladi. Rakvinalargacha qo'yib qo'yishgan. Ana endi uy ichiga kirib xonalar bilan tanishamiz. Uy ichiga kirib berishimiz ham mana zo'r ko'rasizlar, mana zinalarning ustini ham yoptirishgan. Mana yomg'ir yog'ingarchilik bo'lsa, oyoqlarning tegi ho'l bo'lib ketmaydi. Zinalarning ustiga zontili qilib yopilgan. Yozgi oshxonamiz usti ham zontili qilib yopilgan. Har tomonlama chiroyli o'ylangan. Uy ichiga kirarkanmiz, bu tarafda mana kafellar qilib qo'yishgan. Endi baribir uy ichiga kirganingizda oyoq tegi ho'l bo'lishi mumkin. Shuning uchun kafellar qilib sharoitlar qilingan. Va endi uy ichiga kirarkanmiz, koridor remontlarini ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli, yorug' svetli, aboyli yoshlardan bo'ladi. Kirib kelganimizda chap qo'limizda bizani katta mehmonxona kutib oladi. Mehmonxonaga kirganimizda mehmonxonamiz 20 kishiga mo'ljallangan. Mana bu lustrani yoqmaganimiz sababi telefonga yorug' tushgani uchun sal qotib qoldi, lekin yoqsa shunaqa chiroyli lustrasi gap bo'lishi mumkin emas. Remontlarni ko'ringlar. Taxminan 15-20 kishiga mo'ljallangan mehmonxona qiynalmasdan 15 ta mehmon kutib olishni deb ayta olaman. Remontlarga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Men chiqib ketarkanmiz, lustrani ham bitta uzoqdan ko'rsatib beraman. Lustrani yongandagi holati. Endi bu yoqqa o'tamiz. O'ng tarafimizda bo'lsa, bismillah, bu yoqqa kirarkanmiz, mana detskiy xona bu tarafda. Detskiy xonamiz joylashgan. Eshiklarni ham juda ham sifatlilarni qo'yishibdi. Bu xonamiz yonida yana bitta o'rtacha razmerdagi xona. Xolasanglar kattalar, xolasanglar bolalar foydalansa bo'ladi. Uyga hamma sharoitlari qilingan. Ko'rasizlar, mana romni tashqarisiga ham daji ko'pchilik qilmaydi shu ishni. Rishotkalargacha qilib qo'yishgan xavfsizlik uchun. Chap tarafimizda umumiy sanuzel xona. Ko'rasizlar sharoitlarni. Sanuzel xonani ham zo'r ta'mirlab chiqarishgan. Ana endi asosiy koridorimizga o'tib, to'g'riga yuramiz. O'ng qo'limizda razdельный hojatxona, razmeri bemalol. To'g'ri kirganimizda bu tarafda ota-onalarga mo'ljallangan yotoqxonani ko'ramiz. Razmeri ham katta, bemalol divanlar, mebellar sig'adi. O'zining ichida bitta sanuzel xona ham qoldirishgan.
Dush.